Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Abu Sahiydan Primoy, Astana, Pavlodar, Karagandaga reyslarimiz qo'yildi akalar. Kimda-kim shunday ishonchli avtobuslarda, Ispaniya avtobuslarida ketmoqchi va kelmoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Mana joylarimiz bittalik. Hammaga bitta-bittalik o'rindiqlar. Oilaviylarga orqada sharoitlarimiz bor, 4 talik Ispaniyalar. Har reysda borib kelganda mana bo'lishlari hamma yo'g'i alishib yangi qo'yiladi, yangi solinadi. Birov yotganda birov yotmaydi. Mana ko'rishinglar mumkin. Kengina mana ko'rsating-da. Qaranglar mana yotib olib, oyoq cho'zib olib, bemalol ketasizlar. Hech qanaqa bir qiyinchilik bo'lmaydi, qisilib ketmaysizlar. Konditsioner, Wi-Fi, televizor mana orqada sharoitlarimiz zo'r. Ko'rsating kelimalarni mana. Oilaviylarga 2 kishilik mestalarimiz ham bor mana. 2 kishi o'tib olib ketsa ham bo'ladi, hech qanaqa qiynalmaydi, bemalol ketsa bo'ladi. 4 talik mestaligimiz ham bor. Kimda-kim shunday ishonchli avtobuslar kerak bo'lsa, har kuni kechki Abu Sahiydan 17:00 da yuradi. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib joy bron qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.